ishxonaga keldim. Kecha kunga qilgan ishlarimiz. Mashinalar suv oldi. Monoydan suv olgan. Mayt tayyor bo'lgan. Mayolab olmay tayyor holatda. Jami okey bo'ldi. Ama plan tepaga chiqish bo'lib qoladi bugun. Bugun mashina qilarsak kerak. Mana bo'ya pardozmi ya? O tepani qilishimiz kerak biz. Bu xonamiz tayyor. Hammomimiz bu ham to'kilib bo'lgan. Bu xonamiz yuksekardon bo'lgan. Yuksekardondan iborat koridorimiz. Koridorlarimiz ham suv bo'lganmiz. Xonalar har bittasiga sement suv sepilgan. Koridor, hammom. Hammom, tualet. Ikkovi razvalka bir xil. Mayt yomon chachilibdi, ayblasiz. 10 ta hammom bor, 5 ta hammom bor. 2 ta hammom bor. Qiladigan asosiy ishimiz bugun erta qiladigan ishimiz menimcha monoyet bo'lsa kerak, akalar. Mana shu fasad qolib ketdi. Fasad qilib bo'lsa biz ishimiz ham kuchaydi. Ukalar o'zim pishgan katta siyorang uchun. Mana shu qolib ketganmiz yigit. Bu anchadan beri bo'lmayotgan joyimiz mana shu. Majit qilib bo'lsa biz ishimiz duosini olib chiqib ketamiz bu yerda. Nari yonbosh ham bor. Nari yonbosh ham. Mana shu uyda yonboshi bor. Bilmayman necha metr ekan. Hozir. Kecha anaqa mayda turpa bor edi, yo'qolib ketdi yana. Mana turpa bor edi, kuzatuvchilar. Teplitsamiz bor. Mana mayt qolib ketgan. Mana shu chiqib bo'lsak biz ishimiz ham yakunlanadi. Ikkalar sog'ishga shu usta falan yashadi kuzatuvchilari. Sog'ishlarimiz shunaqa qilib готовый sulov bo'ladi. Tomimiz go'zal yopilibdi, xudo xolisa. Shu ishlar qoldi akalar. Bizga mana ish qilayotgan joyimiz. Bilasizlar,